Endi bu yog'iga orqaga yo'l yo'q. Bor yo'g'i 6 ta yoki 7 ta o'yin qoldi xolos. Shu bois ham imkon qadar uchrashuvlarda 100% konsentratsiya bilan, o'ta kuchli motivatsiya bilan kurash olib borishlariga to'g'ri keladi. Do'stlar, o'yin boshlanib burchak zarbasi Paxtakor futbolchilari tomonidan amalga oshiriladi. Flamarion ikkinchi qavatda to'p uchun kurash, zarba va gol. Bashar Rezan yaxshi o'ynayapti degandim. Mana o'shani yaxshi o'ynaganining mahsuli deydimi? 1-0 Bashar Rezan. O'sha gap, o'sha shaxlovchilarning gapi. Kerakli paytda, kerakli joyda paydo bo'ldi. Ancha oldingi shaxlovchilardan qolib ketgan taraf. To'p qaytarildi. Paxtakor futbolchining qo'liga tegmadimi-ki? Yo'q, hammasi joyida. Qamroliyev to'p uchun kurash olib bordi va chiroyli gol. Diqqat bilan har bir vaziyatni o'rganib borishyapti. 38-daqiqa bir pasda Buxoro Paxtakor 0-1. Adhamzoda, Flamarion. O'zimi? Yo'q, chap qanotga. To'p jarima maydonchasi ichida Sergeyevdan uzatma, zarba va gol. Igor Sergeyev to'pni shunday yetkazib berdiki, Flamarion bor yo'g'i to'pga boshini qo'yish qoldi xolos. Mana sizlarga Igor, mana sizlarga Sergeyev. Shaxsan o'zim har safar ham shu yigitni yonini olganimdan faxrlanaman, xursand bo'laman. Kimlar bilan tortishman? Samvel Babayan davrida. O'sha davrdan beri Sergeyevni biz maqtab kelganmiz. Har safar ham yonini olganmiz. Boshidan nimalarni o'tkazmadi. O'sha payt endi qarang do'stlar, bir narsani hisobga olishimiz kerak. Biz O'zbekiston milliy terma jamoasiga O'zbekistondagi eng yaxshi hujumchini qidiramiz-da. O'sha davrda Sergeyev, Shomurodov keyin chiqdi. Qarang qanday pas hozir. Yaxshi hujumchi emas. Yana Paxtakor to'p bilan oldinga. Kim birinchi bo'ladi? Darvoza bo'sh. Darvoza bo'sh. Sergeyev. Qoyil Igor. Igor Sergeyev 15-gol. Nimaga men maqtayman bu o'yinchini do'stlar? O'shanda ham nimaga tortishganman? Haqiqiy hujumchi bor. Sof hujumchi hozir darvozabondan ham o'tdi va chap oyoqda zarba beryapti. Chap oyog'i ham, o'ng oyog'i ham. Zo'r zarbalarga qodir. Mana bu yerda xato ketdi va to'pni oldinga kim yetkazib berdi? Ibragimov? Yo'q, bu boshqa o'yinchi. Shunaqa chiroyli pasni amalga oshirdi darvozabon Otabek qayerda yuribdi? Bo'sh qolgan darvozaga to'pni yo'naltirishda adashmadi. Otabek asabiylashgani ham unga baribir xalaqit qildi. 0-3. Igor Sergeyev 15-gol. Doriyevdan endi 2 golga o'tib ketyapti. Orqaga bitta gol urish uchun harakat qiladi baribir. Franya Chiryak to'pni Po'latovga. To'p jarima maydonchasi ichida. Darvozabon Nazarov
Bo'sh qolgan darvozaga hozir. Zarba bersa bo'lardi-ku bu chekroqqa. Qani ko'raylikchi. Ha, Nazarov xatoga yo'l qo'ygan ekan. Endi bilasizmi, bo'sh qolgan dedim, lekin ikkita himoyachi bor edi, faqat bo'sh tomonlari bor edi-da. Zaid Tahsin. Paxtakorning hujumi. Turg'unboyev orqaga. Alijonov to'p jarima maydonchasi ichida va zarba. Igor Sergeyev 4-gol. Igoryok 16-golini uryapti. Hali men chap oyog'ini ham, o'ng oyog'ini ham maqtadim-ku. Aslida uning ustun tomoni boshida. O'sha Shimoliy Koreyaga urgan golini eslaysizmi? Biz o'sha borganmiz safarda. Qiyin. Qarang, himoyachi qayerda turibdi va kurashda qanday yengib chiqyapti. Uzatma ham chiroyli bo'ldi. Igor Sergeyev, Po'latov endi bo'yi pastroq baribir. Vaziyatdan foydalandi va 16-gol. Omonov. Foul. Buxoro jamoasi a'zosi tomonidan o'yin qoidasi buzildi do'stlar. Vaqt juda kam. Paxtakor navbatdagi g'alabani qo'lga kiritmoqda. Gollar nisbatini ham yaxshilab olyapti va o'z hisobidagi ochkolar sonini 46 taga yetkazdi. G'ayrat Jo'rayevning xushdagi chalindi. Paxtakor mehmonda Buxoroni 4-0 hisobda mag'lubiyatga uchratyapti. O'ylaymanki, O'zbekiston Kubogi finali bunaqa bo'lmaydi. Boshqacharoq bo'ladi deb umid qilib qolamiz. Har holda finaldagi bo'lish kerak. Uchrashuvni Murod Rizayev sharhlab bordi. Keyingi o'yinlarda ko'rishguncha xayr, hali hammasi oldinda. O'zbekiston Superligasi bahslarini kuzatishda davom eting.